Ammamning o'g'li qo'limni ushlab uzoq vaqt qo'yib yubormadi. Qo'llarining issiqligi yuragimdan ham o'tib, butun vujudimni qamrab olgandek bo'ldi. Men esa hali ham hayajonimni yashira olmay, ko'zlarimni yerga qadab turardim. U menga sekin egilib, "Qo'rqma", dedi pichirlab. Ovozi jaranglamadi, lekin yuragimning eng chuqur burchagiga yetib bordi. Shunda men ko'zlarimni ko'tardim. Uning qarashi juda boshqa edi. Oddiy qarash emas, balki butun borligimni ichkaridan ochib yuboradigan nigoh edi. Lablarim qaltirardi, qo'llarimni qayerga qo'yishni bilmasdim. Biz asta-sekin ko'l bo'yiga bordik. Suvning tiniqligi, undagi yulduzlardek tovlanayotgan to'lqinlar, atrofdagi sokinlik, hammasi bizni o'z ichiga olgandek edi. U cho'nqayib o'tirdi, meni ham yoniga tortdi. O'tirishimiz bilan yelkam uning qo'liga tegib ketdi. Shu lahzada tanamdan elektr o'tib ketgandek bo'ldi. Nafasim qisilib, ko'kragim tebranib ketdi. U esa sekin-sekin yuzimga qarab, kafti bilan yonoqlarimni ushladi. Men qochmoqchi bo'ldim, ammo ichimda qochishga ham, qolishga ham kuch yo'q edi. Faqat yuragim qattiq urib, butunlay unga berilib borayotganimni sezardim. U sekin gapira boshladi. "Sen bilasanmi, men anchadan beri sening ko'zlaringdan qochib yuribman. Ammo bugun qocholmayman." Shu so'zlarni eshitib, ichimdan issiq to'lqin o'tdi. Lablarim ochilib, ammo biror so'z chiqmadi. O'sha paytda uning yuzlari menga yaqinlashdi, nafasini his qildim. Nafasimiz aralashib ketdi. Shunda men ko'zlarimni yumdim, hammasi o'sha yerda, ko'l bo'yida boshlandi. Yuraklarimiz bir-biriga tegib ketgandek, qo'llarimiz chirmashib, dunyo butunlay yo'qolgandek bo'ldi. Faqat u va men qoldik. Vaqt o'tib borayotganini sezmasdik. Shamol ham, suvning tovushi ham, qushlarning chiyillashi ham boshqa olamga ketgandek edi. Men faqat uning issiqligini, uning kuchli qo'llarini va meni butunlay o'ziga tortayotgan kuchini sezardim. Qanchadir vaqt shunday davom etdi. Men endi o'zimni boshqa odamdek his qila boshladim. Garchi avval qo'rqqan bo'lsam-da, endi qo'rqmasdim. Chunki men uchun bu lahza birinchi marta ko'zlarim ochilgan on edi. U yelkamdan quchoqlagancha, "Endi sen meniki", dedi shivirlagan ovozda. Men esa indamadim. Faqat boshimni uning ko'ksiga qo'yib, ko'zlarimni yumdim. O'sha payt ko'ksiga bosh qo'yganimda, yuragi qanday urayotganini aniq sezib turardim. U ham hayajonda edi, men ham. Yurak urishimiz go'yo bir maromga tushgandek, ikkimizni butunlay bir-biriga bog'lab qo'ygandek edi. Shamol sekin yuzimni silardi, sochlarim uning yelkasiga to'kilib, o'zi bilan aralashib ketdi. U qo'llarini mening sochlarim orasiga soldi, asta siladi. Bu oddiy silash emasdi, go'yo ichimdagi hamma yashirin hislarimni uyg'otib yuboradigan sehrli qo'l edi. Men boshimni ko'tardim. Uning nigohi yana ko'zimga qadaldi. U qarashlarda shunchalik kuch, shunchalik istak va ehtiros borki, o'zimni butunlay yo'qotib qo'ydim. Nafasim tezlashdi. Qaltirab qo'llarimni oldimga qo'ydim, lekin baribir uning qarashidan uzila olmadim. Shunda u labimni asta qo'li bilan ushlab, ko'zlarimga qarab sekin, "Men seni anchadan beri shunday ko'rishni istaganman", dedi. Ovozi past, ammo yuragimni teshib o'tadigan darajada kuchli edi. Men ko'zlarimni yumdim. Shu payt lablarimiz sekin birlashdi. Bu birinchi marta edi, dunyo butunlay to'xtagandek tuyuldi. Atrof jimjit. Faqat yuraklarimiz va qo'llarimizning issiqligi bor edi. U meni bagriga tortdi. O'sha issiq quchoqda butunlay erib ketgandek bo'ldim. Nafasim qisilsa-da, chiqishni istamasdim. Chunki men uchun shu lahza eng qimmatli, eng unutilmas lahza edi. Sekin-sekin u mening yuzlarimni o'pib, sochlarimni silab, quloqlarimga ham iliq so'zlar pichirlardi. Har bir pichiriq yuragimni larzaga solardi. O'zimni hech qachon bunday his qilmagandim. Har bir teginishi bilan tanam titrar, ko'zlarim yana ochilmasdi. U asta yonimga cho'zilib yotdi, meni ham yoniga oldi. Ko'l bo'yida yulduzlar ostida yotarkanmiz, u qo'llarimni mahkam ushlab, "Sen men uchun endi boshqa odamsan", dedi. Hech kimni bunday his qilmaganman. Men esa o'zimni yo'qotib qo'yib, faqat unga suyanib yotar edim.
Ichimda esa bir narsa uyg'ongan edi. Bu nafaqat istak, balki butunlay o'zini berib yuborish, o'zini boshqa qolga topshirish edi. Tun uzoq davom etdi. Suvning mayin shovqini, shamolning sadosi va yuraklarimizning urishi birlashib, o'ziga xos qo'shiq bo'lib chalinar edi. U menga qarab jilmaydi, men ham jilmaydim. Shunda hammasi ayon bo'ldi. Bizning qalblarimiz birlashib bo'lgan edi. O'sha tun, o'sha yulduzli osmonda men endi o'zimni boshqa inson deb his qildim. Ko'zlarim ochildi. Endi men kimnidir kutayotgan, qo'rquvda yashayotgan qiz emasdim. Balki o'zini topgan, o'zini butunlay his etgan ayol edim. Tong otganda men ko'zlarimni ochdim. Osmonda yulduzlar sekin-sekin sonib, atrof yorishib borardi. Qo'l ustidan tuman ko'tarilib, havoga galati bir sehrli ko'rinish berar edi. Yonimda esa u yotardi. Qo'llari hanuz meni quchoqlagancha, yuzida esa yengil jilmayish bor edi. Men bir lahza o'sha manzaraga qarab qotib qoldim. O'zimni tushda his qildim. Lekin bu tush emasdi. Bu kecha haqiqat edi. Yuragim hali ham qattiq urar, tanamda kechagi hislar izlari qolgan edi. U ko'zlarini ochdi. Menga qarab jilmaydi. Sochlarimni yuzimdan surib qo'yib sekin. Tong seni yana ham chiroyli qilib qo'yibdi, dedi. Ovozida qandaydir mehr ham, ehtiros ham aralash edi. Men esa tortinib jilmaydim, ammo ichimda juda katta hayajon va baxt bor edi. Biz suv bo'yida ancha o'tirdik. U qo'llarimni silab, gapirmasdan shunchaki ko'zlarimga qarardi. Go'yo bu qarashlarning o'zi hamma gapdan ortiq edi. Keyin mashinaga o'tirib, qaytishga tayyorlandik. Yo'l jimjit edi. Men derazadan tog'larning manzarasiga qarab o'ylardim. Qanday qilib kechagi voqealar sodir bo'ldi? Men qanday qilib o'zimni unga bunchalik tez topshirdim? Ammo yuragim boshqa gapni aytardi. Men o'zimni baxtli his qilardim. Hech qanday pushaymonlik yo'q edi. Mashina ichida ham jimjitlik hukm surar edi. Faqat motorning ovozi va yo'lning gildirak ostida shitirlashi eshitilardi. Lekin shu jimlikning o'zi ham o'ziga xos edi. Biz gapirishga muhtoj emas edik. Chunki kecha hamma narsa aytilgan, hamma sir ochilgan edi. U rulda ketarkan, qo'lini sekin mening qo'limga qo'ydi. Men esa tortmadim, aksincha qo'limni mahkamroq tutdim. Shunda u menga qarab jilmaydi, ammo ko'zlarida jiddiylik ham bor edi. Bilasanmi, dedi u, biz endi avvalgidek bo'lolmaymiz. Kecha hayotimizni o'zgartirib yubordi. Men indamadim. Ammo ichimda uning so'zlari aksado berardi. Haqiqatdan ham endi hammasi boshqacha edi. U meni uyim oldiga olib keldi. Mashinadan tushar ekanman, yuragim yana tez ura boshladi. Chunki odamlar ko'rib qolishdan qo'rqardim. Ammo hech kim yo'q edi. U ham mashinadan tushdi, yonimga kelib quloqlarimga sekin. Men seni yana ko'rishni istayman, dedi. Men boshimni egib jilmaydim, hech narsa demadim. Faqat ko'zlarimda rozi ekanligimni bildirib qo'ydim. Shu kundan boshlab bizning munosabatimiz yashirin, ammo juda ehtirosli tarzda davom eta boshladi. Har kuni emas, lekin har uchrashuvimizda o'sha Chorboqdagi kechani eslardik. Har safar u qo'limni ushlaganida men yana o'sha kechaga qaytgandek bo'lardim. Har qarashida esa ichimda yongan olov yana ham kuchayib borardi. Uyga qaytgach, men o'zimni oddiy qiz sifatida emas, balki butunlay o'zgargan, hayotni boshqacha ko'radigan ayol sifatida his qila boshladim. Har kecha yotganimda ko'z oldimga uning nigohlari, qo'llari, ovozi kelar edi. Har safar u bilan yana uchrashni istardim. Vaqt o'tgan sayin bizning sirimiz yanada chuqurlashib bordi. Har safar uchrashganimizda ehtiroslarimiz yanada kuchayib, bir-birimizdan uzilolmay qolar edik. Odamlar ko'rishidan qo'rqardik, ammo baribir o'zimizni tiya olmasdik. Chunki bizni bog'lagan tuyg'ular juda kuchli edi. Bir kuni u menga qarab shunday dedi: "Men sendan voz kecholmayman. Sen meniki bo'lib qolding." O'sha so'zlardan keyin men ko'zlarimni yumib, ichimdan, "Ha, endi meniki ham o'zgardi, endi men boshqa odamman", deb o'yladim. Kunlar bir-biridan o'tardi. Tashqaridan qaragan odam uchun men oddiy qiz, oddiy hayotimni yashayotgandek ko'rinardim. Lekin ichimda bo'layotgan o'zgarishlarni hech kim bilmasdi.
Har kuni kechqurun uyquga yotganimda uning qo'llarini, issiq nafasini, yonimdagi quchogini eslardim. Tongda uyg'onganimda esa yana uni ko'rishni xohlardim. Bizning uchrashuvlarimiz odatga aylanib qolgandi. Ba'zida u meni mashinasida olib ketar, ba'zida telefon qilmasdan darvozam oldida paydo bo'lardi. Men esa ichimda qo'rquv bo'lsa ham hech qachon uni rad eta olmasdim. Chunki yuragim uni kutar, vujudim unga intilar edi. Bir kuni kechqurun u meni yana Chorboqqa olib bordi. Osmonda oy charaqlab turar, havoda bahorning ifori bor edi. Yo'lda u ko'p gapirmadi, lekin qo'llarimiz mashina ichida birlashib, jim o'tirishimizning ozi hamma sozdan kuchliroq edi. Ko'l bo'yiga yetganimizda u mashinani chetga qo'ydi. Atrofda hech kim yo'q edi. Faqat suvning mayin shovqini eshitilardi. U mashinadan tushib mening yonimga keldi. Quloqlarimga shivirlab, "Men seni sog'indim", dedi. Bu so'zlarni eshitganimda yuragim beixtiyor titrab ketdi. Men ham unga qarab jilmaydim, lekin ichimda o'zimni qo'yarga joy topolmasdim. U qo'limdan ushlab meni yoniga tortdi. Shu zahoti u menga yaqinlashib, lablarimiz yana birlashdi. Bu safargi bosalarimiz yanada ehtirosli, yanada shiddatli edi. Chunki oramizda yigilib qolgan sog'inch ham, kuchli istak ham bor edi. Biz mashina ichida uzoq vaqt quchoqlashib o'tirdik. U qo'llarimni silab, sochlarimni yuzimdan surib, sekin gapirardi. "Sen men uchun endi hammasidan qadrliroq. Sen bo'lmasang men yasholmayman." Men esa unga qarab jilmayar, ammo yuragim qattiq urar edi. Uning quchogida men o'zimni xavfsiz, baxtli va to'liq his qilardim. Hech kim bilmagan, hech kim ko'rmagan dunyo bizniki edi. Oradan yana kunlar o'tdi. Biz yana uchrashdik. Bu safar u meni shaharning narigi chekkasida joylashgan dala hovliga olib bordi. Hovli eski bo'lsa-da, ichida sokinlik hukm surar edi. U yerda bizni hech kim ko'rmasdi, hech kim bezovta qilmasdi. U hovlining ichiga kirib eshikni yopdi. So'ng menga qarab, "Endi sen faqat meniki", dedi qat'iyat bilan. Bu so'zlarda shunchalik kuch borki, ichimda beixtiyor qaltirash paydo bo'ldi. Men qochmoqchi ham bo'ldim, ammo oyoqlarim qo'zgalmadi. Chunki butun borligim uni xohlardi. U yonimga kelib, qo'llarimni ushlab yuzimga qaradi. Ko'zlarida yongan olovni ko'rib, men ham butunlay taslim bo'ldim. Biz hovli ichida eski divanda yonma-yon o'tirib uzoq gaplashdik. U o'z hayotidan, bolalik xotiralaridan, kelajagi haqidagi orzularidan so'zlab berdi. Men esa uni tinglar, har bir so'zini yuragimga joylardim. O'sha paytda men faqat bir narsani tushundim, men uni sevib qolgan edim. Keyin u asta yonimga egilib, labimni o'pdi. Bu safar bo'lsa avvalgidan ham chuqurroq, ehtirosliroq edi. Uning qo'llari yelkamdan quchoqlab meni butunlay o'ziga tortdi. Men qarshilik qila olmadim. Aksincha, vujudim uning quchogiga berilib ketdi. O'sha kecha biz bir-birimizni butunlay his qildik. Nafaslarimiz aralashib ketdi, yuraklarimiz bir maromda urdi. Bizni hech kim ajrata olmasdi. Tun bizniki edi. Biz esa tunda bir-birimizga butunlay berildik. Ertalab uyg'onganimda uning yonida edim. U hamon qo'llarimni ushlab yotar, yuzida esa taskin topgan jilmayish bor edi. Men uni kuzatar, o'zimni juda baxtli his qilardim. Garchi bu munosabatimiz yashirin bo'lsa ham, men uchun u hayotimdagi eng go'zal lahzalar edi. Bizning sirli uchrashuvlarimiz haftalab davom etdi. Har safar yangi joylarda, yangi holatlarda, lekin har doim bir xil kuchli ehtiros va sevgi bilan. Men endi o'zimni u holda ko'rmasdim. Endi men u bilan birga yashardim, u bilan birga his qilardim. Ammo ichimda bir savol ham bor edi, bu munosabat qachongacha davom etadi? Bir kun kelib hammasi ochilib qolmasmikin? Ammo o'sha lahzalarda men bu savollarga javob izlamasdim. Chunki men uchun muhim bo'lgan narsa hozirgi lahza, uning quchogi va sevgisi edi.